Amin. Barcha abituriyentlar talaba bo'lsin. Abituriyentlar yana 3 yildan keyin nasib bo'lsa talaba o'qib yurgan bo'lasizlar. Vaholanki men ayni shu vaqtida institut ta'lim tizimi qanday bo'ladi juda ham qiziqqanman va hech qanday bir aniq ma'lumot topa olmaganman. Va hozir ayni vaqtda sizga shu haqda aytmoqchiman. Abituriyent tanishlaringiz bo'lsa, ularga yuborib qo'ying. Bu haqda bilib olsin. Institutda bir kursda 2 semestr bo'ladi. Maktabda bu 4 ta chorak. Har bir semestrda 5 ta 6 ta fan o'tiladi va maksimal 100 ball to'plashingiz mumkin. Va buni minimali ham belgilab qo'yilgan. Agarda siz bu ballni to'play olmasangiz, qayta pul to'lab o'qishingizga to'g'ri keladi. Bir semestrda 2 ta oraliq, bitta joriy va bitta yakuniy, ya'ni sessiya imtihonlari bo'ladi. Umumiy 100 ball to'plashingiz mumkin maksimal. Va lekin sessiya davomida hech qachon domlalarning yaxshi gapiga uchmang, chunki imtihon kelganda ularni o'zlari emas, go'yoki egizaklari oladi. Va egizaklarning fe'li juda ham og'ir. Ayni shu vaqtda qaysi yo'nalishga topshirsam deb juda ham ko'p o'ylanganman. Hattoki qanaqa yo'nalishlar borligini ham bilmaganman. Siz qaysi institut yoki universitetga topshirmoqchisiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Men qanaqa yo'nalishlar borligi va o'tgan yilgi ballarini sizga tashlab beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizga omad tilayman.